Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-yanvar haftaning yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p, narxi necha pul ekan aka bular? 70 mingdan pachkaga. Pachkaga 70 ming so'mdan, ha? Narxi bir xilmi hammasini? Bir xil. Narxi bir xil ekan. Bunisi ham narxi bir xil, buni ham narxi bir xil. Razmeri qanaqa bo'lyapti? 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha razmer ekan. Materiali nima buni? Bambuk jazlari. Bambuk jazlayn ekan materiali. Mana rasmlar. Donaga ham shu narxmi? 5 ming qimmat. Donaga 5 ming qimmat bo'lar ekan. 75 mingmi donaga? Pachkaga 70 ming so'm. Xo'p, bunisi-chi? Bir xil. Bu ham bir xil ekan narxi. 75 ming donaga, 70 ming so'm pachkaga. Bu ham shunaqa. Bular ham narxi xuddi shunaqa, razmeri ham shunaqa. 50 dan 60 gacha. Bu 50 dan 60 gacha ekan razmeri. Uzun. Uzun ekan. Pachkaga 70 ming so'm, donaga 75 ming so'm aka. Shunaqami? Nomeringiz nechi? 93lik. 93lik nomerlari. 040 30 98. 30 98 ga aloqaga chiqinglar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa mana. Toshlari ham bosilgan. Ko'p olaman deganlarga akamni o'zim Damas'ni ko'ryapsizlar. Damas'da olib borib beradi. Mana orqa tomoni. Shunaqami ko'plarga olganlarga o'zingiz olib borib berasizmi? Dastavkasi bor. Bo'ldi, dastavka bor ekan. Manzil Farg'ona viloyati Boboshbek qishlog'ida, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha.